Mana bakovlar yangicha. Spinkalar jiladi. Razmeri 3,5 ga 2,5 to'liq razmer. Har xil materialda bo'ladi. Spinkalar jiladi. Полный oyog'in tagi chinorda. Aylanmasiga, tumbasi. Bunisi boshqacharoq modelda. Mana spinkalarning orqasi hammasiniki material machalkasi bor. Bu ham jiladi. Zakaz bo'yicha qilingan. Hozir bunisi ochiq turibdi. Bunisi yopiq holatda. Materiallari ham o'ta zo'r, kirchimoq. Bundan keyin mana har doim qilayotgan maloshligimiz. Bularning ham oyog'in tagi chinor, qo'llari jiladi, spinkalari jiladi. Materiallari ham neobishniy. Goldlari bor, borishlari bor. Har xil materialda qilsa bo'ladi. Bunimiz spalniy bo'ladi. Borishlari do'stlaroniy. Tikilishlari ham cho'tki. Ikki xil bolishi. Materiallari ham mo'yishchi, tagida MDF. Oyoqlarda, ili qo'llarda qo'yilgan. Orqalari material. Bunisi ham xuddi shunaqa spalniyli. Borishlari do'stlaroniy. Ikki tomonlama mo'yishchi material. Bunisi vitaminisi kattaroq, 420 ga 220. Materiallari mo'yishchi, cho'tki. MDF o'rtalari. Tikilishlari ham har doimgidek zo'r, borishlari bor. Bakovlari ham yangi zamonaviy.